Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatib boruvchi hurmatli obunachilarimiz. Bugun gap yana gibrid avtomobillar haqida ketadi. Zamon talabi ham aynan shu bo'lyapti do'stlar. Xo'sh, gibrid avtomobillarni afzalliklari nimada degan savolga javob beramiz do'stlar. Birinchidan, gibrid avtomobillari ekologik juda ham toza, iflos gaz ishlab chiqarish darajasi juda ham past. Bu shahar ekologiyasi uchun juda ham muhim. Ikkinchidan, tok bilan benzin birgalikda sarflanishi oqibatida yoqilg'i juda ham tejaymiz. Bu esa cho'ntagimizga foyda do'stlarim. Uchinchidan, mashina haydab yuradigan paytimizda avtomatik tarzda tok energiyasi qayta tiklanadi va boshqa zamonaviy jihozlar bilan avtomobil jihozlangan. To'rtinchidan do'stlarim, shahar ichida hozir tirbandliklar juda ham ko'p bo'lyapti. Start stop avtomatik tarzda ishlaydi. Bu esa yoqilg'i sarflanishi juda ham pasaytiradi do'stlar. Bu ham cho'ntagimizga foyda. Janubiy Koreyadan agar gibrid sedan avtomobillari K5, K8lar kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki SUV shaklidagi Palisade, Carnival, Stara variantlarimiz gibridlar mavjud. Pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqinglar. Janubiy Koreyadan zo'r narxlarda, tez fursatlarda jo'natib beramiz. Salomat bo'linglar.